Nega bu savolning siyqasi chiqqan? Kimningdir yo'liga qarayveramiz. Bizga hayot bergan Parvardigordan yana nimalardir so'rayveramiz. Nega hech to'lmaydi tubi yo'q ko'ngil? Nega bu dunyoning doim bir kam? Nega qo'y birodar etagingni qoq, o'zi shu savolning siyqasi chiqqan. Nega shoshilamiz, qayga shoshar vaqt? Yugur, bo'la qol, to'xtamay ketdik. Nega boshlamasdan turib yashashni o'zimiz bo'llab so'ngiga yetdik? Nega do'st omonat, yorda yo'q vafo? Nega borlarga shukr qilmaymiz? Nega kun oralab kulib turib ham ovozsiz o'kirib yig'layveramiz? Nega? Nima uchun? Nima sababdan bir ko'z ikkinchisini o'ymoq istaydi? Yaxshi kunlaringda yoningda turgan, yomon kuningda ham birga bo'lsaydi. Shukurni unutib, mutlaq unutib, Allohdan betinim so'rayveramiz. Kirar yerimizning qadriga yetmay, qo'l yetmas osmonga qarayveramiz. Nega bu savolning siyqasi chiqqan?